Leksiyamızda davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugünkü islaha. 1920 yıl 9. ayının 24. günü haftaga Perşembe. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Trampning 75. navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida so'zlagan nutqi. Taloq tekshita mavzuli xabar 9. ayning 23. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Taloq tekshita. Ben bu leksiyon so'zlagandim, ko'rdingiz to'rbiyatda g'ulib silinib qoldi, yana ocholmay qoldim, kechiring. Yani şu an qayt so'zlayapman men sizlarga o'rtandosh. Bu yig'inda nutq so'zladim. O'zimni baxtli his qildim. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgandan keyin biz yana bir qator yer shari bo'yicha eng ulug' bir kurashga atlandik. Biz Jungo virusi, yani Uyg'ur tilida Xitoy virusi deb ataladigan, lekin ko'zga ko'rinmaydigan bir dushman bilan jiddiy elishyapmiz. Bu yiqimli virus 188 davlatda sonsizligan jonlarni elib ketdi. Biz Amerikada 2. Dünya urushidan beri eng faol bir harakatni boshladik. Biz nəhayət tezlik bilan nefeslanish mashinasini ishlab chiqardik. Onun ishlab chiqarilish jarayoni dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarimiz va sheriklarimiz bilan o'rtaq ham bahrlandirdik. Biz hayotlikni qutuldiradigan davolash choralarini ijod qildik. 4. aydan beri bizning davlatimiz virus tufayli kasal bo'lganlarning o'lim yetimishlerini 85% ozladi. Bizning davlatimizda virus tufayli kasal bo'lganlarning o'lim yetim soni ishlari 85% ozladi. Bizning tirishchanligimiz bilan 3 xil vaksina allaqachon sinaq bosqichiga kirdi. Biz oldin harakat qilib bu dorilarni ko'plab ishlab chiqaryapmiz. Bu vaksinalar yetib kelgan amon darhol tarqitamiz. Biz yaqinda vaksina tarqitamiz va yuqumli virusni mag'lub qilamiz. Biz bu tarqaluvchan yuqumli virusni oxirlashtiramiz. Shundan keyin asla ko'rilib boqmagan gullanish davriga kirib kelamiz. Hamkorlashadigan tinch osoyish bir yangi davrga kirib kelamiz. Biz bu nurli kelgusining musofasiga izlanamiz. Biz bu yuqumli virusni butun dunyoga tarqatgan davlat Jungoning mas'uliyatini surishda qilishimiz kerak. Virus partlagan dastlabki mezgilda Jungo davlat ichida sayohat qilishni qamal qildi. Lekin navbatchi aeroplanlarni chegara sirtiga qo'yib o'tib, butun dunyoni yuqumli virusning yuqumlanishiga giribtor qildi. Jungo hukumati amaliyotda Jungo o'zi tizginlab turgan dunyo sayya tashkiloti xato holda mundaq dedi. Yuqumli virusning odamga yuqishining har qanday paketi yo'q. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jungoni o'zining harakatiga mas'ul qildirishi lozim. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti unumli tashkilot bo'lishni o'ylaydigan bo'lsa, o'zining diqqatini dunyodagi haqiqiy masalalarga markazlashtirishi lozim. Jumladan terrorizm, ayollarga bosim ishlatish, majburiy emgakka silish, zaharlik buyumlar atkazchiligi, odam bedikchiligi, shahvonilik, diniy e'tiqodga ziyonkashlik qilish, hamda diniy e'tiqodlik osonlik guruhlarni irq yo'qotish, ya'ni etnik bo'yicha tozalash larga markazlashtirish lozim. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ish qilaman desa, mana bu ishlarni qilish kerak.
Ayta adlılık ile oturup koyulgan mesele vatandaşlar. Birleşken Devletler Teşkilatı nime kılıp atıdı? Hazır. Şuran karısanlar bu.